O'sha Muzaffar Bek ko'rganda skinlarimiz boshqa joyga ketdi. Biz bularni skinga ketdi. Chunki o'zimiz pulli darslar ko'rdinglar o'zinglar maqtaganlar. Versiyada nima ketadi? Mana hech balo bo'lmaydi. Shu joyda qo'litgan bo'ldi. Olar shadasha qo'litgandek bo'lgandek. Adashmasam mamlakatda tilimiz yes, that's now goals. Vallahi yana sizlar bilan salomlasizlar. Va sizlar bilan o'sha sizlarga manda kimdirlar tanigan, kimdirlar tanimagan Zafarbek O'zbek Minecraft endi qisqa bo'ladi. Bishok qilib qo'yamiz. Sizlar bilan turli xil narsalar o'tkazilishi kerak. Choyib, bo'yib ketish shart emas. Bizning sporimizni hozir mer bilan gaplashishimiz kerak. Gaplashishimiz kerak. Chaqim tushunmi? Albatta. Va xullas bolalar merimiz qayergadir ketgan, menga bu qo'y. U bilan gaplashib olishimiz kerak ekan. Shuni hollarim bor ekan. Men buni o'zim sotib oldim. Bilsanglar. Sizlar bilmagan narsam men bilaman. Bilasizlar sinfdosh kerak. Maniki yo'q. Lekin qishloq ko'rkam buzish kerak emas deyilgan. Qishloq ko'rkami shu endi. Qishloq ko'rkam endi. Yo'q, qishloq ko'rkam bo'lmasa kerak. Obunachilar qo'rini olib tashlaymiz. O'zi aytilgan qishloqda yashash kerak. Bugungi videomiz nima haqidaligini ham bilmayman. Hattoki nima deganingiz bu endi desanglar. Chunki biz oddiy Minecraft o'ynab shunaqa qilib tashlaymiz. Xullas biz ko'p albattamiz. Bitta obuna yana 2-3 video qanaqa ko'paysa kerak. To'g'rimi? Adashmasam yoki xato gapiraman. Bitta dona like sizdan oltin so'ramayapman-ku. Bitta like bosib qo'y. Shuncha mehnat qilyapmiz. Bitta like obuna qo'yish anavmi men desam. O'shami? Gapim aytib ketdi-da, bachalar. Iltimos. Artefaktka o'xshab kuchaman desam, haqiqiy Minecraft o'ynolmayman. Tan olaman. O'ynolmayman. Chunki yangi Minecraftdan voz kechdik, bolalar. Sizlarga sabog'im. Bu 21 versiyadan zerikmam ketdik. Bu 1.21 versiya, to'g'ri, oddiy.
Hadi kadar hoşluydu nasıl? Bize tuttu bize kalmış böyle koçan buldu hazır sağlık konuşuyor böyle aşırı salaklar aşırı poliz ekinlarni qo'shib kerak ekan. Men tahorat telefon taxlatishim kerak bo'ladi. Bo'lmaydi. Biz mana kompot to'ydashamiz chunki biz o'yinchimiz Minecraftda. Boshqanga. Bolalar uzr. Hozir mana bu bochkani berib qo'yamiz. Bu agar biz jasuslarsak biz men ham buni olishimiz mumkin. Bu bir ilgan albatta. Siz bilsangiz ham biz bilamiz. Minecraft mesela nima qo'yish kerak? Noyob narsalar qo'yish kerak. Noyob narsalar ko'ngli tushish kerak. Mana biyimni chirib ketgan toshlardan to'g'rilab olishim kerak. Bu o'yinlar shart. Bu şart. Vaydan kurumsoq o'ynayapti to'lamanman vay. Kurumsoq. Chuchun kemiy sotganman. Tayin narsa qurmaydi. Shartlar qo'ygan. Ma'lum bu. To'g'rimi? Men xo'rlayam qilaman. Kurumsoqlarni. Nima deydimi? Lavanni to'g'ri qo'yuvlar lavanni. Bak savunma bu. Shumi. Narododa. Hep bilan o'ynaysan. Voy, mayli. Toshib kelaman. Sen koniylar qayerda? Şu tosh kerak. Tosh mana bu konuş kerak. Bitta valla o'lib qolaman qishloqda. Anchada men Minecraft qatnashmayotgandek bolalar uchun sudaydi ketirasizlar. Ben qilmadim emas, baribir vijvani galim yo'q. Kayfda bor yani. To'g'ri sekaman shu yo'qni. Yapma qo'rqdi. Lavaga tashlaymiz. Ko'sa fantastik bolalar. Bir ikkita vijvani qo'shib qo'ymazlar. Bakın. Nega desaylar çünkü akşam Minecraft xor şu uchun ona YouTube'ga qo'ymaydi. Mana merimda o'ynaydi, mana merimda. Tigim bor bo'lsa, men tigiradi, qutqishmalik qiladimi, bilmayman. Lekin yaxshisi plaslar vijvani qilib ketish berilgan, lekin biz ketish emas, qanday o'tmayapti. Bu o'tdi. Mayli, uxlaylik qara. Taxta mayli. Holatda itgacha mayli. Voy, nimani ochiydi?
Ay bile uxlolmayapman. Bile bola zombi. Zombi. Ya zombi yemaslik kerak edi-ku bu yoqqa. Nahotki kelishi mumkin? Ha? Qara. Bola. Lan uğraştıysam içtiğilerimi bunu şuna uyandım. Oranın Rachel'dan. Rachel. Rachel. Kar uyandı. Rachel ana bu. Hazır nimadir deyishdingmi bugün? Hozir bugün nimadir deyishdingmi? Ha, eshitdim yo'q tovush eshitildida. Shu bir nimaligini bilmaysanmi? Sen shuni yashaysanmi? Ha, albatta. Ana shu uyda yashamada. Nega? Bu yillar atlangan. Nima? Tushunmadim. Endi kuch hizratini ber. Mer deysanmi? Aha. Xullas men ketdim, boshim og'rib ketdi. Atlangan uyda yashab o'tirgan ekanmiz. Bolam, nimaga? Aslida narsa ochmaydi ya. 3-qism chiqishi kerak bolalar. Hozir xayrlashamiz. Vaqtimiz ham bo'lib qolibdi. Va hatto videolar ketgan bo'lsa uzr.